white box degani 70% uy bitdi degani emas, hurmatli yurtdoshlar. Bizga juda ham ko'pchilik so'nggi paytlarda kelib, uyim 70% bitgan, remontimni arzon qilib beringlar degan vajlar bilan kelishib boshlashdi. Hozir ko'rsatib beraman. Mana shu white boxdagi xonadonida, mana ko'rib turganinglardek white boxda ahvoli. White boxda masalan bu uylarni oqartirib sotish degani, tushunishinglar uchun, mana ko'rib turganinglardek hamma joy po'kilayotdi. Bularni biz tushirib tashladik. Mana chopib tashladik. Sababi nimaga deysa, devorlar birinchidan qiyshiq, ikkinchidan xonani diagonal yo'q va uchinchidan devorlarda valnalar bor. Ana endi buni siz tasavvur qiling, kerak bo'lsa buni demontaji uchun ham alohida pul olinadi va undan tashqari hozir ko'rsataman 600 qop mana shu xonadonimiz uchun 600 qop shkaturni suxoy smet zakaz qilganmiz. Ya'ni mana shu uyni diagonalini to'g'irlash, devorini to'g'irlash uchun. Mana ko'rib turganinglardek 600 qop shkaturni suxoy smet olib kelganmiz. Ya'ni bularni endi o'sha white boxda to'g'irlash uchun ishlatamiz va undan tashqari mana shu demontajdan, white boxdan, demontajdan chiqqan musorlar. Bular alohida pul, alohida buni mashinalar uchun yana rasxod qilib jo'natib yuboriladi. O'shaning uchun hurmatli o'rtoqlar, white box degani uy 70% bitdi degani emas, o'rtoqlar. Sizga ham eng sifatli remontlar va eng kreativ dizaynlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz sizni xonadoningizni eng sifatli va eng oxirgi modalarda remont qilib beramiz.